ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم صادقا ومصدقا وأمينا. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, güzel ahlakның en mühimlerden birisi bolgan her qandaq bir Müslümanğa nispeten o özünü zinnetlemesi bolmaydıgan en birinci madda, birinci asas fikri, hukumi, düşüncesi de rastçıl buluşunu özgü tanlaş. Rastçıl buluş her qandaq bir Müslümanğa nispeten yaxşı obraz ve Allah Taala'nı razı kıladigan, Müslümanlarga hakiki İslam obrazını yaratalaydigan, cemiyetke İslamның ameli güzel namunasını obraz kılalaydigan en ölgülük muhim birinci asas. Rastçılıknınki birinci asas boğallıqıdın İslamdın bizninki tilimizni her qandaq bir sözünü qilishdan burun şu sözünü tilimizden çıkırıştın burun tilimizni saqlashimiz ne? Çoğum biz sözlemekçi bolgan söz bizning maqsadimiz, niyetimizga vakillik qiladigan bolğaçqa bizning ağzımızdan chiqaradigan sözmü rastçıl, Kur'an hadisga uygun, ameli haqiqatga uygun söz bolsa qilishimizni shak bilan, vahmi bilan, xiyonet bilen, iftira, yalğançılık bilen her qandaq bir sözünü qılmasligimizni İslamdan alohida bizga ta'kidlab ta'lim bergan. Demek bizninki tilimizni her qandaq yalğan söz, xata ve azğun sözlerini sözleştin tilimizni saqlash imanның ve İslamның asası. Meyli bizninki ictimai hayatımız bolsun, hususi aile ve özara cemiyet, teşkilat guruhlarımız arasındaki bolgan hususi guruhlarımız, hususi münasibetlerimiz, hususi özümüzge has bolgan bizninki aymaqlarımızda, bizning tavalliklerimizde bolsun, bu tilimizni saqlash bizninki her qandaq bir krizistin qutuluş, her qandaq bir ayıp, nuqsanga ve ko'ngilni ağırtadigan, jarohatlantiradigan yomon so'zlarga vosita bo'lib qilishdan saqlanish. Hem tilimizni saqlash her qandaq bir mushkulotlarga ve oyig'ini tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan bo'linish, xafliq, fitnalarga tushib qilishning oldini olishdagi asosiy javhar ve rol o'ynaydigan markaziy sabab. Ba'zi shunchalik tilimizni saqlashga ahamiyat berishning muhim ekanligini her bir Müslüman bilimiz ve bunu an düşüncemizde her qandaq bir Müslüman mana shundaq tilini saqlab gap qilsa ekan deb o'zimizni o'ylaymiz, lekin har birisimiz o'zimizga kelgan vaqtida o'ylanmay, diqqat qilmay ko'nib ketgan jamiyatdagi tilini boshqara olmaydigan, tilini xoliqincha ishlaydigan, jamiyatga xo'jayin bo'lib olgan mushu pasib
Muşu nachar axloqninki ta'siri tufaylidan bizmo ba'zi gap so'zlarni qilib shuning bilan aramizda ba'zi o'ylamay uzun muddat davomlashadigan nizo talash tortishninki adovatninki o'chmanlikninki urg'uni cheshishga sabab bo'lib qolamiz. Cho'ng bo'lgan g'oyalarimiz, maqsadlarimizga yetishninki oldiga to'salg'u paydo qilib solamiz. Shuning uchun hozirgi zamondagi nurg'un o'zaro bo'layotgan jangidal jamiyatlarda bo'layotgan musulmonlar o'rtasidagi urush va jamiyatlarda bo'layotgan o'zaro birsimizga ishonmaslikning hammasi mana shu yolg'onchilikdan kelib chiqqan. Shuning uchun tilimizni har qanday bir yolg'on so'zdan saqlashimiz bu islomdagi eng birinchi muhim bo'lgan asoslardan bo'lgan. Tilimizni yolg'on gapdan saqlagan vaqtimizda o'zaro birsimizga munosabatlarda va jamiyatlarda birsimizga ahonat qiladigan, og'zimizni buzadigan yoki yomon gaplarni qiladigan har qanday ishdan va birsimizga ayib, laqab, nuqson va yomon atalg'ularni yolg'ondan chaplaydigan, mayli u yolg'ondan chaplaydigan laqablar, ayblashlar shaxsiyatga bo'lsin, jamiyat guruhga bo'lsin, davlatlarga bo'lsin, musulmonlar jamiyatidagi har qaysi xizmat qilayotganlarga bo'lsin, mana shuning hammasi faqat yolg'on so'zga. Tigi yo'q, tuhmat yolg'on so'zga tayinib qolganlikdan bo'ladi. Shuning uchun yolg'on so'z har qanday bir musulmonlar jamiyatidagi tuhmat, g'aybat, aziyat va qora chaplash va shundaqla yolg'on laqablarni ortishdan iborat mushundaq razil axloqlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bunday degan: Astagfirullah. Vaylul likulli humazatil lumazah. Har qanday g'ayratxo'r, aybxo'r kofirga Alloh subhanahu va taoloning azobi xorliqi bo'lsin degan. Alloh subhanahu va taolo bo'libmi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalarini haqiqatparvar insoniyatni islom haqiqatlari bilan dunyoning ozg'un iqim va fikrlaridan qutqizish uchun dunyoga to'g'ri haqiqatni elib kelgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam va sahobalarini ayblaydigan g'aybat va har xil fitnalarni qo'zg'aydigan mana shundoq kofirga nisbatan Alloh subhanahu va taolo do'zaxni tayyorlaganligini, o do'zax uning yuraklarida yuraklariga tushib, shu Allohga, uning payg'ambariga haq qarshi bo'hton to'qish, haq qarshi yolg'onchilik o'ydirishni iborat bo'lgan asosiy markazi bo'lgan yuraklargacha o't tutashtirib, ularni ko'rdirganligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda alohida tahdid, alohida ogohlantirish orqali har qanday bir musulmon, har qanday bir inson bo'libmi islom din va uning ta'limotlari va uning haqiqatlariga ayib qiladigan har qanday bir ayibxo'rlik, har qanday bir yolg'onchilikdan saqlanishga alohida Alloh subhanahu va taolo bizni buyurgan. Ham shundaqla biz mana shu oyat orqali tilimizni har qanday bir so'zni qilishdan burun saqlashimizning muhim ekanligini, insonni do'zaxga akirganimi, nurg'ulg'an kofirlarni, nurg'ulg'an munofiqlarni, nurg'ulg'an fosiqlarni oxirisida do'zaxga akirishga sabab bo'lganimi, mush til ekanligini bilishimiz lozim ekanligini mush oyat bizga ogohlantirdi.
Bulupmu yalgan aytish, yalgan so'zlash, yalgan ittiro qilishning eng dahshatlik, eng birinchi jinoyat bo'lganini Alloh subhanahu va taologa yalgan to'qish. Yahud xristianlarga o'xshash Alloh subhanahu va taoloninki pok, yolg'iz yegani yo'q Alloh subhanahu va taologa bolani ana shundaq har turli yalgan ilahlarni shirk keltirganga o'xshash. Mana shundan Alloh subhanahu va taolo pokdir va shundaqla Allah subhanahu wa ta'ala haram qilmagan narsani halol qilish, Allah subhanahu wa ta'ala to'sqan ishni ruxsat qilish, Allah subhanahu wa ta'ala tushirgan programmani inkor qilish. Shuningdek Allah subhanahu wa ta'ala bizni buyurgan taklifotlarni ijro qilg'ili unmaydigan, Allah subhanahu wa ta'ala buni buyurmagan deb Allah subhanahu wa ta'ala tushirgan taklifotlarga tinishqa yoki yolg'onga chiqarishqa urinadigan ana shundaq har qandaq bir yolg'onchilikning har qandag'i eng birinchi jinoyat. Ham yolg'onchilikningki ikkinchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga yolg'on to'qiydigan, Muhammad sallallohu alayhi va sallamningki sunnatlarini inkor qiladigan, Muhammad sallallohu alayhi va sallamningki sahih bo'lgan bizga yetkazgan sunnat af'ali, iqrori va qavli bo'lgan, ya'ni o'zi degan, o'zi e'tirof qilgan, o'zi amal qilgan sahih sunnatlarini inkor qiladigan mana shundaq yolg'onchilik yoki Muhammad sallallohu alayhi vasallam demagan so'zlarni, demagan hadislarni, Muhammad sallallohu alayhi vasallam demagan har qandaq bir hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga har qandaq bir yolg'on so'zlarni hadis deb chaplash. Mana bu jinoyatningki eng yomonlaridan birisi. Yolg'onchilik jinoyatlarininki eng muhimlaridan birisi ota-onaga yolg'onchilik qilish, ota-onani qaqshitish va yolg'onchiliklarning eng muhimlaridan, eng yomonlaridan birisi o'zininki tili, o'zining ko'zi va a'zolarini doim Allah cheklagan ishlarda, Allah to'sqan yomonliklarga ko'ndirish va har qandaq bir yomon, yolg'on va Allohni norozi qiladigan, jamiyatga yolg'onchilik paydo qiladigan ishlarga ko'zini ishitish, qo'lini ishitish, putini ishitish, ya'ni ko'zi orqali ko'rmagan narsani ko'rdim deb jamiyatga yolg'ondan guvohlik beradigan, qo'l orqali qilmagan bo'lmaydigan ishlarni bo'lgan deb yozish, puti orqali har turli yolg'on ishlarni bo'lganning o'rnida ko'rish orqali jamiyatga qarta yolg'onchilikningki paydo bo'lishiga u yoqdan bu yoqqa yo'tkab yolg'onchilikni to'shishdan iborat bo'lgan mana shundaq yolg'onchilikning har qandig'i eng cho'ng jinoyat. Undan qolsa yaqin urug' tuqqanlarga yolg'onchilik qilish, o'zininki billa xizmat qilayotgan xizmatdoshlari, qo'lin qo'shlari, jamiyat tashkilotlari, o'zininki davlati, o'zining Qur'on hadisining shariatiga uyg'un bo'lgan jamiyati, davlati va a'zolariga yolg'on gap qilish. O'ziga yoki malaga, ya balaga qisqa, ya ahliga yolg'on gap qilish orqali ziyon yetkazish. Masalan, haromdan, paradan har qandaq bir jinoyat qilmishdan xislat tepib turib, buni oilasiga haloldan topdim deb akilish yoki oilasi o'z tavalliki jamiyatini yomon, ozg'un, gunoh ma'siyat bo'ladigan, musulmonlarga ziyon yetkazadigan urush, musulmonlarga ziyon soladigan, Allohning oldida cheklangan har qandaq bir xato, ozg'un, yolg'on ishlarga ularni billa atmanib turib, sizlarningki ishinglar to'g'ri, haq deb ularni aldash. Xuddi Xitoy kommunistlarininki bizning Sharq Turkiston zamirida qilayotgan tajovuzchiliklari, zulmlari, kech-kunduz qilayotgan pashliqi bo'tirib, mush Xitoy kommunistlari va shundan qilayotgan ishini bizga foydali deb shundaq azroq dunyo manfaatini deb o'zining avlodi, balavaqisi, ahlini, dushmanini tunutmaslik, ularni azdirib
ahirisi ularning dindan chiqishi, ularni o'zininki asli kimligini bilishi, o'zininki Alloh oldidagi mas'uliyatini tunishi, balduroq uyg'onib, o'zining erkinligini qo'lga keltirishdan cheklab qo'ydigan yolg'onchiliklarni qilish orqali zolim Xitoy kommunistlarga hamkorlash bilan o'z ahli, jamiyati, guruhi, tashkilotlari, qarindoshlari, shirkatlari har turli o'zi bilan birlashgan jamiyatni qulluqqa, xorliqqa, zulm tajovuzga hamkorlashga ko'ndirishning o'zimi mana bu yolg'onchiliklarning eng cho'nglaridan birisi. Yana yolg'onchiliklarning eng cho'nglaridan birisi yolg'on qasam qilish va shundaqla yolg'on qasam qilish orqali asrdan keyingi vaqtlarda bo'libmi baza qizg'an vaqtlarda u narxiga chiqmagan malni, masalan, bo'libmi mashina desak, bir mashinani 50 ming lira, 53 ming liralık mashinani akilib, men bu bayatdan atdiganda bu mashinani 65 mingga satmagan deb yolg'ondan qasam qilib turib, kishilarningki 10 ming, 12 ming lira pulisini yolg'on qasam qilish orqali milni setib elib olish masalan. Shuningdek, eng jinoyatlarningki yolg'onchiliklarning eng yomonlaridan birisi bir odamni u loyiq bo'lmagan darajada qattiq maqtash orqali uni jamiyatda musulmonlar oldida cho'ng qilib qo'yib, bo'libmi u odam amaliyotda u darajaga loyiq emas, musulmonlarga yetakchi, rahbar, boshliq yoki yo'lboshchi bo'lib olsalam, musulmonlarga zulm paydo bo'ladigan, fitna paydo bo'ladigan ana shunday kishilarni maqtab ushirish orqali musulmonlar oldiga chiqarib qo'ydigan, mana shunday o'ziga loyiq bo'lmagan darajada har qanday bir odamni bak maqtaydigan ishlarning hammasimi bumi cho'ng yolg'onchiliklardan birisi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun har qanday bir ishda rostchil, samiyatchil bo'lganlarni alohida maqtagan. Alloh subhanahu va taolo deganki: "Vas-sodiqina vas-sadiqat" Sura Ahzobningki 33-oyatidan 35-oyatigacha bu oyatning boshida innal muslimina val muslimat degan shu mu'minlarning Alloh xolis taslim bo'lgan musulmonlarning sifatlarini bayon qilgan sifatlarning birisi haqiqatan Allohga haqiqiy taslim bo'luvchi musulmonlar, musulmon erlar va taslim bo'luvchi musulmon ayollar deb uningdan keyin bo'lgan sifatlarining birisi ular rastchil erlardir va rastchil ayollardir deb Alloh subhanahu va taolo bularni alohida maqtagan. Demak, haqiqiy iymondor bo'la olsak, yolg'onchilikdan yiroq turgan vaqtimizda, rastchil bo'lgan vaqtimizda, andin haqiqiy o'zimizningki Alloh ilkida Alloh bizni maqtagan musulmonlik sifatiga ega bo'lgan bo'lamiz. Yine Allah subhanahu wa ta'ala deganki: "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi." Sura Ahzobningki 32-oyati. Allah subhanahu wa ta'ala dediki: "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi." Sura Ahzob 23-oyatdan tartib. Mu'minlardan bir mu'min erlar bor. Ular Allah subhanahu wa ta'ala qilgan ahdisiga samimi, rastchil bo'lib ahdisiga turdi deb Allah subhanahu wa ta'ala ana shunday maqtadi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Sura Tavbada bunday dedi: "Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha va kunu ma'as sodiqin." Ey iymon etgan mu'minlar, Alloh taoladan haqiqiy taqvodor bo'linglar va rastchil mu'minlar bilan birga bo'linglar dedi. Demek biz Allah subhanahu wa ta'aladan haqiqiy taqvodor bo'lgan, taqvodor mu'min bo'la olsak, biz og'zimizni har qanday bir yolg'on gapga sabab bo'ladigan har qanday bir laqab, tuhmat, g'aybat shikoyat va har qanday bir yolg'onchilikni maydonga keltiradigan va yolg'onchilikni musulmonlar orasida va jamiyatda tarqatadigan tashviqot fitnalardan og'zimizni saqlab boshqara olsak, yolg'on gapning o'rniga
rast gap qilishga ahamiyat bersak, rast gap qilolmasak, jim tursak, xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degandek, falyaqul khayran aw liyasmut. Yaxshi gap qilgin, yaxshi gap qilolmasang, jim turgin degan mushu hadisiga amal qilib, yaxshi gap va yaxshi so'z qilolmagan vaqtimizda jim turganligimizning o'zimi yomon yolg'on gaplarni qilganlikdan o'zimizga qilgan sadaqa va musulmonlar jamiyati qilgan sadaqa. Har birisimizni Alloh subhanahu va taolo yolg'on gapdan saqlasin va yaxshilikqa va rostchil gapga davomlashgan xarakterimiz sog'lom islom xarakteridan qo'ylangan mu'minlardan bo'lishga nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajma'in.